Rahmat Musayevga marhamat. Tashlagan maqol bor. Bu maqol o'zbekdan bor, uyg'urdan bor. Bugungi kelgan mehmonlar bilan kecha tanishganmiz. Shuning uchun bugun uning mehmonlik vazifasini bajarib o'zimiz qatori odamlar sanaymiz. Nimishqa unda desanglar, mana bu yerda statik ma'lumotlarni aytibdi, Uyg'urlarning 12 ming, 15 ming onda manda davlatida Moşu Uygur kışlarının özü 25 bin Uyguru var. Ama Maşada Ottağan'da Amallah hakimimiz zadını süstürüp gelse Kaşgarlık çıkıyordu. Nimişka desenler Uygur olmayan Özbek yok, Özbek olmayan Uygur yok. Bunu sebebini ilmi cihetten asaslaş hücceti tayyor. Mahmud Qashqariyni Devoni Lug'ati Turk degan asarida Turk tilida paranglashadigan xalqlarni 3 guruhga bo'ladi. 3 ummatga bo'ladi. Birinchisini Qipchoqlar deydi. Qipchoqlarga Qirg'izlar, Qozoqlar, Boshqirdlar, Tog'liq Turklar dedi. Ikkinchisini O'g'izlar deydi. Bular hozirgi Turkiyaning turklari, Turkmanistonning xalqlari, Mordovlar va boshqalar dedi. Uchinchisini Qorluqlar va Chigillar deydi. Bularga o'zbek bilan faqat Uyg'urning o'zi chiridi. Shuning uchun kelajak avlod o'ng'ishi kerak. Uyg'ur o'zbek demasdan hammamizni bir xalqda otaydigan zamonmi kap qoladi.